Hop, ismim Javohir. Finans bo'lib ishlayman kompaniyada. Yoshim 31 da. Mana shu yilning boshidan beri qiziqib, shu Umar akani shu kurslariga qatnashdik. Shu offline kurslarni ochganlaridan keyin balki chans deb o'sha harakat qilib ko'rdik. Yomon bo'lmayapti, xudoga shukr. Bizni MyFix Pro onlayn kursimizni ham o'qigansiz-a? Ha, birinchi onlaynga o'tgandim. Keyin bir oydan keyin offline kursni ochaman deganlaridan keyin bari onlayndan ko'ra offline yaxshi deb offline'ga Ustoz ko'rgan yaxshiroq. Ha, ustoz ko'rgan yaxshi, bari onlaynda uncha effekt bo'lgani yo'q. Tushunarli. Xo'p, bizni bir haftalik onlayn marafonimizda qatnashdingizmi? 7 kunlik qatnashdim. Qanaqa u yoqdan natija oldingiz yoki qanaqa bilimlar oldingiz? Qisqa aytsangiz. 7 kunlikda nima deydi? Misol uchun bir oy o'tiladigan mavzuni izuminkalarini yetib o'tdilar har bittasini. O'shalarni qisqa qilib bo'lsa ham oldik. Xo'sh, hozirda offline darsda qatnashyapsiz. Jarayonlar qanaqa ketyapti? Qanaqa natijalarga erishdingiz? Xo'p, to'g'risini aytadigan bo'lsam, boshida xuddi hech narsa bo'lmayotgandek tuyuldi, chunki bo'shlig'i to'ldiryapmiz. Xuddi hech narsa to'lmaganda nimadir o'rganmagandek his qilib, nima qilib, hozir oxirgi haftada уже butun bir o'rganilgan narsalar, mavzular hammasi kelyapti-da, o'sha praktikada kelyapti, eslanyapti. O'sha bekorga bo'lmagan. Hozir effektini beryapti, xudoga shukr. Propshot olib, sekin ishlashni boshlayapmiz. Sir bo'lmasa qanchalik propshot oldingiz? Bir haftada qancha daromad bo'lyapti? $10,000 propshot oldik o'tgan hafta. Shu hafta ishladim. Plus minus qilib, hozir bir $500 profitdaman. $10,000 dan $500 profit yeysiz. Xo'sh, xudo xohlasa, kelajakda qanchalik prop investitsiyalar olmoqchisiz? Endi xudo xohlasa, kelayotgan haftadanmi, endi nasib qilsa 100 minglik, yoki 200 minglik olib, shundan bir 3-4 ta qilib qo'ysa, o'shani boshqarib yurish xudo xohlasa. Gap yo'q. Xudo xohlasa 200 minglikda ham kutamiz sizni, o'tib olishga harakat qilamiz. Bu kursni birovlarga, ya'ni do'stlaringiz, yaqinlaringizga tavsiya qilgan bo'lardingiz, tanishlaringizga? Tavsiya qilgan bo'lardim. Endi hammani o'zini nima deydi, individual nimasiga bog'liq-da, psixologiyasi, hayoti, tarzi, o'shanga qarab hammaga tavsiya qilgan bilan hamma ham eplab keta olmaydi-da. Hammaning o'zining yo'nalishi bor, ishi bor, boshqasi bor, oilaviy holati bor, nima deydi, bir sotsialniy положенияsi bor. O'shanga qarab. Kursda o'qiganingizdan keyin trading haqida fikrlaringiz qanchalik o'zgardi? Oldin qanaqa edi, hozir qanaqa bo'ldi? 4-yildan boshida nechidir yil, 2 yil, 3 yil oldin bir qiziqib ko'rganim, uncha rivojlanmagan edi u payt. 3 yil emas, bir 4-5 yil bo'lib ketdi. Adashib rossiyskiy kompaniyaga bir nima qilib qo'yganman. U payt ustoz ham ko'rmaganman, hali nol bo'lganman. Endi bir qatnashib ko'rganman, akasi mashinnik anaqa bo'lgandi. O'shandan xuddi qimor degan fikr bo'lgan orada, keyin просто как o'yin, 1xbetga sifat narsa deb o'ylanganman-da. Kelib bu yerda o'rganib, Umaragani gaplaridan, keyin praktikadan, bo'layotgan ishlardan hammasidan kelib chiqib, bu ham bitta sohaligiga amin bo'lganman. Bilim asosan o'shandan kelib chiqib ishlash fikr o'zgardi. 90-80% ga уже teskari o'zgardi. Avvalgiga nisbatan. Tushunarli. Xo'sh. Xudo xohlasa, kelajakda qanchalik katta investitsiyalar olmoqchisiz? Hozircha o'sha patolog nima deydi, 200 mingdan bir 4 ta 5 ta shot qilib bir lam 1 milliongacha olib chiqsam, endi u yog'ini ko'ramiz endi. Qanaqa bo'ladi, nima qiladi. Demak, xudo xohlasa yana 1-2 oy tajriba orttirgandan keyin olasiz bularni ham, tayyorsiz. Xudo xohlasa bir 200 ming chiqarib olsam, o'sha u yog'i ko'rinaveradi, nima deydi. Xuddi fanar yoqasiz, fanar ham o'zining rasstaniyasi bor-ku, qatgacha yoritishi. Shu yoritib ketaveramiz, qatgacha borsa endi ko'ramiz.